Afrikaning shimoli-g'arbida Atlantika okeani va O'rta Yer dengizi oralig'ida bir mamlakat bor. Bu yurtga qadam qo'ygan inson go'yo bir vaqtning o'zida bir necha dunyoga sayohat qilgandek bo'ladi. Bir tomonda cheksiz sahroyi kabir, boshqa tomonda qorli Atlas tog'lari, yana bir tarafda esa okean to'lqinlari. Bu Marokash. Marokashni faqat cho'llar va tuyalar mamlakati deb tasavvur qilish xato. Bu yerda qadimiy shaharlar, rang-barang bozorlar, ulkan masjidlar, sirli tor ko'chalar va asrlar davomida saqlanib kelayotgan an'analar uyg'unlashib ketgan. Ayniqsa ko'k rangga bo'yalgan Chefchaouen shahri butun dunyoga mashhur. Bu yerda devorlar, eshiklar va zinapoyalargacha moviy rangda. Shaharning nega aynan ko'k rangda ekani haqida esa turli qarashlar mavjud. Marokash deyilganda albatta sahroy kabir yodga tushadi. Qumtepalar orasida tuyalar karvoni, cho'lda botayotgan quyosh va yulduzlarga to'la osmon mamlakatning eng ta'sirli manzaralaridan biri. Qizig'i, cho'l kunduzi juda issiq bo'lsa, kechasi harorat keskin pasayishi mumkin. Yana bir qiziq fakt, Marokashning ayrim hududlarida echkilar daraxtlarga chiqadi. Ular argan daraxtlarining mevalarini yeyish uchun shoxlarga ko'tariladi. Bu daraxtdan olinadigan argan yog'i esa butun dunyoda oziq-ovqat va kosmetikada qadrlanadi. Marokash me'morchiligi ham alohida e'tiborga loyiq. Mamlakatda qadimiy masjidlar, bozorlar va bezakli binolar bilan bir qatorda zamonaviy inshootlarni ham uchratish mumkin. Masalan, Kasablankadagi Hasan II masjidi Atlantika okeani bo'yida joylashgani bilan ham ajralib turadi. Marokashning yana bir o'ziga xos tomoni uning madaniy rang-barangligidir. Arab, Berber, Afrika va O'rta Yer dengizi an'analari bu yurtda bir-biri bilan qorishib ketgan. Marokashni bir jumla bilan ta'riflash qiyin, chunki bu mamlakat bir vaqtning o'zida sahro va okean, qadimiyat va zamonaviylik, sokin tog'lar va gavjum bozorlar, ko'k shaharlar va qizg'ish qal'alar mamlakati. Balki Marokashning eng katta jozibasi ham shundadir. Bu yerga kelgan odam nafaqat yangi bir mamlakatni, balki bir-biridan keskin farq qiladigan bir nechta olamni kashf etadi.